Mana hurmatli Unix Express kuzatuvchilari, biz yana bir hamkorimiz bo'lgan Zura Shoes do'koniga yetib keldik. O'z pochtalarimizni qabul qilgani. Assalomu alaykum. Yaxshi charchaysizmi? Qanaqa? Shuncha pochta har doimgidek Unix Expressga. Shuncha pochta bemalol shom topshirasiz bizga ko'rsangiz. Bizlar bilan ishlashingizdan oldin qanaqa muammolaringiz bor edi? Pochtalarni chiqarish bo'yicha bizlar bilan ishlaganingizdan keyin qanaqa plus tomonlari va sizga yaxshi tomonlari? Zo'r savol bo'ldi. Savolni bersak Unixga, Unix tezda javob beradi. Ham ishonarli, ham tezkor. Juda ham qulaylik tarafi o'shaning uchun Unix tanlaganmiz biz. Klientlar ham mamnun. Tezda yetib boradi. Mana shu pochtamiz bugun chiqib ketsa, ertaga qo'lida bo'lyapti. To'g'ri, to'g'ri. Hamma pochtani ichida yedenlisi birinchi Unix pochta deyman. Men klientlarga tavsiya qiladiganim. Nimaga sababdan desangiz, boshqa pochtalardan chiqardik oldinroq. Pochtamiz yo'qoldi. Klientga SMS bormadi. Misol uchun pochtalarimiz topib bermadi. Pulni to'ladik, boshqa narsa qildik. Klientlar xafa bo'ldi, jalba qildi. Unix pochta yo'qolgan pochtasini ham topib beradi klientga, tez SMS boradi, arzon, tezkor. O'shaning uchun Unix Express birinchi pochta sanaladi, birinchi nomer 1. Rahmat aka sizga. Hammasi uchun sog' bo'ling. Mana pochtalar Ishingizga rivoj, savdoyingizga baraka bersin.